Leksiyimizi devamlaştırmamız hürmetli vatandaşım. Sayıraş yorunanım. Dollar ösüm koşulsa, Cöngödü öy emaret bahası yargılıgan şekilde kolap düşemdi. Ozola haber 12. ayının 5. günü Cöngöge nazar torbiyeti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. 12. ayının 23. günü Amerika Zapas Pul Komitetinin rehberi Yelin Hanım Nait qattiq nutq so'zlab, o'simni 12 oyda o'stirish intayin muvaffaq. Agar o'sim o'stirish kechiktiriladi ekan, fursatni qo'ldan berib qo'yimizda Amerikaning iqtisodiga salbiy ta'sir etadi. U holda Amerikada pulni qisqartirish bosqichiga kirishga to'g'ri keladi deb ko'rsatdi. Demak, Amerika Zapas Pul Komitetining rahbari Yelin xonim intayin kuchli signal tarqatdi. Bu signal o'xshashli Tinch okeanning o tarafidagi Cöngöning uy imorat savdo kasbiga zo'r tavrinish elib keldi. Navbatda Cöngöning iqtisodi bir qorong'ulik ichiga kirib qoldi. Yer sharida har qanday bir mazg'ab iqtisod allaqachon yemirilib bo'ldi. Cöngöning uy imorat iqtisodi mazg'abi ham yemirilishdan saqlana olmaydi. Oltinning bahosi $1000 ga tushib qoldi. Yana davamlı $800 düşüşü mümkün. Qimmat baliq tuvarlarının bahası allaqachon yemirildi. Xam nefet, mis, tömür rodisi qatarlı xam eşyanın bahası allaqachon asli qimmatidan tushib ketdi. Ikkilamchi kirjis davridagi bahodan mutuban tushib ketdi. Cöngöning uy imorat tijareti bir necha zarbiga duch keldi. Birinchi, Xitoy puli xalqaro pul seviyetiga kirdi. Pul ayriboshlash tadrijiy holda qo'yib etildi. Bu hol uy imorat sohasi ko'p foydaldigan fursatparast yoki pulpazlikning Cöngödan qochishini keltirib chiqardi.